Ochir ovozingni, ko'p gapirma. Bo'ldi, jonimga tegdi. Ketaman. Menga qara qizim, hadib likillab meni boshimga kelib olavermagin. O'sha ering bilan tinib tinchib o'tirgin. Ya, ketmadingmi sen? Ha? Xotiram, men ketaman. Bolalar maktabdan kelsin, bolalarni ham olib ketaman. Dada! Ya, keldinglarmi? Endi dada yo'q, ketasizlar. Voy, och qoriga ketib bo'lar ekanmi? Oldin choyshib olaylik, keyin ketamiz, bolalar. Yuringlar, bolalarim. Voy, yaxshi. Voy, sekinroq qizim. Hali ham shu yerdamisan? O'zi shuni kutib turgan ekansiz-da. Birato'ra narsalar bilan ketaman. Hozir Murzovni chaqirib oling. Chaqir. Voy, shotim o'chib qopti. Shotingga pul tashladim mana. Chaqir. Voy, chaqiraman a? Qanaqa chaqirardi? Aha, xo'p. Men o'zim chaqirdim, bo'laqa. Kamas chaqiruvdinglarmi? Ha, hozir. Buncha tez, bu ham skoriga o'xshaydi. Kerak paytda kelmaydi, kerak paytda tez keladi. Kamas kutib qoldi, bo'laqa. Voy, shuncha narsani bitta o'zim ko'tara olmayman. Men yordam beraman. Qo'lingizni tekizmang. Ukam keladi, o'zi yordam beradi. Yaxshi ish bo'lmabdi-da, pochcha. Opa, bo'ling. To'xtab tur, namchi shoshilasan? Voy, mazam bo'lmayapti. Siz soppa-soqsiz-ku. Odamsizlar kulyapsizlar, menga kasallik ko'rsatinglar. Bolalarim, ketdi. Bu yelkamizni chuqur ko'rsin. Opa, qo'ysangiz-chi. Mayli, pochcha gaplashamiz. Xo'p. Ha, qo'shni, erimni bir qo'rqitib qo'y dedim. Hozir meni o'ylab o'tirgan bo'lsa kerak, battar bo'lsa qadrim yetadi. Yalinib kelsalar ham kechirmayman. Voy. Ketaman der ketsa